Yo, assalomu alaykum bolalar, qanday kunlar yaxshimi? Hozir vaqtingiz xayrli bo'lsin. Men bugun sizlarga shu mablag' silishninki eng yuqori pallasi ham eng to'g'ri mablag' silish usulini sizlarga so'zlab bermoqchi. Nurg'unlarimiz mablag' silishni ancha to'g'ri tushunmaymiz. Lekin kapitalizm davlatlarning hammasida mablag' silish nihoyat muhim. Bularning hammasi mablag' silib turib, o'ziniki boyligini jiqiltiradi. Buni da yaxshiroq tushunay desangiz, men sizlarga tavsiya qilgan bir kitob bor. U bo'lsa Robert Kiyosakining yozgan Boy dadam, kambag'al dadam degan kitob. Uni o'qib baqsanglar rasmiy kapitalizmni, ya'ni mablag' silishlarni yaxshi tushuna olasizlar. Undan deydi, mablag' sanmaganlar odatda xizmat bilan maosh olib turib ishlaganlarniki farqi bilan o'xshash maosh olib, yana bir tarafdan mablag' solganlarniki farqi balkim ömrünki axir bağlan vaqtida, pensiyaga chiqqan vaqtlarida boyliqlari 2-3 hassa farqlanishi mumkin deb qaraydi. Oylik olib bilan yashaganlar bir ömür, ularniki chiqqan pullari 300 ming dollarlar atrofida bo'lsa, bir tarafdan ishlab, bir tarafdan mablag' solganlarniki boyliqlari balkim 1 milliondan oshib ketadi degan gap. Men buni bulturqi ishlagan başdaki necha videolarimda men sizga so'zlab qo'ygan. Hozirdan boshlab mablag' solganlar bilan 10 yildan keyin mablag' silishni boshlaganlarniki farqimi shunda cho'nglaydi deb degan. Mablag' silishlar bizniki diqqat qilgan ishlarimizni men hozir deb beray. Birinchi bo'lib diqqat qilgan ishimiz xatarga diqqat qilish. Bizniki hozir nurg'un shu mablag' silishlar qiziqayotgan yoshlarimiz bor. Hammasizniki shu xatar tarafdan hech qanday o'ylashmaydi. Ba'zan mulklarga mablag' silib, necha ming % kirim qildi, shunda yaxshiga u bu deydi. Kirim qilish davolg'usi shunda cho'ng bo'lsa, uniki tushib ketish davolg'usimi yana o'xshash cho'ng bo'ldi. Shuninga biz birinchi bo'lib nimani o'ylashimiz? Birinchi bo'lib xatarni o'ylashimiz. Amal bilan xatarni yo'q qilib etib turib, andan keyin kirimimizni yaxshi qila oladigan muqim davolg'usi unda cho'ng emas. Shunda qurilmadan birini yasash kerak. Biz qurilmalik bo'lgan vaqtimizda ya'ni o'xshamagan sohalarga, o'xshamagan narsalarga mablag' solgan vaqtimizda bu xatarni biroqlam yapitadi. Meniki o'zimniki mablag' silish strategiyam bo'lsa, qimmatli mablag' silish deyman. Bu value investment deymiz. Chunki biz paychak shirkatlarniki qimmatiga qaraymiz. Hargizmi paychak bahosiga qaramaymiz. Bahasi mayli o'sib ketamdi, tushib ketamdi. Shunda bo'lsa-mu, bu shirkat o'zi shunday yaxshi mengayotgan bo'lsa, mahsulotlari yaxshi setilayotgan bo'lsa, davomli shunda vaqtlarda yana davomli setib olamiz. Buni qimmatiga mablag' silish deymiz. Bu Warren Buffettniki ustozi ijod qilgan strategiya, ya'ni Benjamin Graham. Keyin Warren Buffett agishib shunda qildi. Shunda chiqib pul topgandan keyin nurg'un odamlar hozir shu value investment qarab menyotdi. Mayli Peter Lynch shunda qilgan, hozirgi boshqa nurg'un iqtisodchilarmi shunda value investment qildi. Bunida biz nimaga qaraymiz? Shu paychaklarniki bahosi tuvan bo'lib qolgan paychaklarni izlab tepib, baholab turib, andan keyin setib olamiz. Tuvan yerdan. Nurg'un mablag' silishni to'g'ri tushunmaydiganlar o'sib ketgan narsalarni o'sib o'tdi deb setib oldi. Andan keyin tushib ketgan vaqtida, tushib ketdi deb setib turdi. Bu amaliyotda xato ko'z qarash. Amaliyotda shu shirkat shunday yaxshi bo'lsa, mahsulotlari kelgusi amaliyoti yaxshi bo'lsa, tushib ketgan vaqtida bu biz uchun ba'zi shunday tuvan bo'lganligi uchun davomli setib olamiz. Ham bizniki ham diqqat qilganimiz, paychakni biroqlam setib olmaymiz. Az-azdan setib olamiz. Masalan, bir paychakni 10 paychak setib olmoqchi bo'lsak, birdan, andan keyin yana tushib ketgan vaqtda yana birdan, yana tushib ketgan vaqtda yana birdan elib, masalan, o'ttirchi bahosini amalba tuvanlatamiz. Meniki hozir sizlarga deb bergan qurilmasi bunda bo'ldi. Mening tavsiyam amalba 30% lar atrofida ETFlarga mablag' solinglar. Ya'ni Exchange Trade Fund deydi. Men buni ETF degan nima degan videomda so'zlab qo'ygan. Shu butun paychaklar, shirkatlarniki bir yig'ilmasi. Masalan, S&P 500 niki yig'ilmalik ETFlari birisi SPY, yana birisi VOO. Men VOO ni tavsiya qilmayman. Vanguard niki ETFlarga bak amroq. Ammo uninki olgan mashg'ulot puli nisbati eng tuvan. Butun ETFlarning ichida eng tuvan, ham eng olqishga erishgan ETF VOO. Men yana bir tavsiya qilay. U bo'lsa VGT. U Vanguardniki butun shu yangi texniklik paylarniki bir qurilmasi. Uniki o'sish nisbati yilga o'rtacha hisobda 20% lar atrofida. Davolg'usi VOOdan sal cho'ngroq. VOOniki o'rtacha hisobda 14% atrofida. Lekin yangi texniklik paylar bo'lg'achqa, uniki sal-pal cho'ngroq. Men o'zim shunday yaxshi ko'raman. VOOniki mashg'ulot puli nisbati 0 dan 0.2%. Bu VGTniki bo'lsa 0 dan 0.9%. 12 shunday tuvan. Boshqa nurg'un ETFlarga hisoblangan chaqda. Ananiki yana qurilmalarniki 20% atrofidagi yerini cho'qim cho'ng paylarni e'lonlar. Masalan, shu qimmati trilliondan cho'ng paychaklarni olsanlar bo'ldi. Undaq paychaklar masalan, olmi shirkati Google, Facebook, Facebookni hozir Meta deb ataymiz, Microsoft,
Andan keyin yana birisi Amazon. Men hozir sizlarga bularning ichida tavsiya qiladiganim bo'lsa Google bilan Facebook. Nima uchun ularni tavsiya qilganlarimni hammasini keyin men ayrim so'zlab beray. Andan keyin yana qurilmamizniki 20% yerini o'ttirchi cho'ng paylarga mablag' solsak bo'ldi. Tesla bo'lamdi, Nvidia bo'lamdi, Shopify bo'lamdi degandek mesela paylar shunday yaxshi. Andan keyin yana qurilmamizning 10% dan 15% yerini kichik paylarga, ya'ni siz shunday yaxshi ko'rgan, kelgusi shunday yaxshi bo'ldi degan paylarga mablag' solsangiz bo'ldi. Bundaq paylarni cho'qim shundoq avaylab turib, shunday jiq kuzatib turib, jiq izlanib, andan keyin tanlab turib eling. Bularniki hozir balkim nurg'unlari tapovat qilmadi, davolg'usi shunday cho'ng bo'ldi. Ularniki balkim raqobatchilari chiqadi kelgusida. Shunga mayli shirkatning ishchi bo'lamdi, boshlig'i bo'lamdi, kelgusi bo'lamdi. Shu mahsulotniki kelgusi yana qanchalik bo'ldi, paychaklari qimmatmi, azammi, yaxshi tekshirib eling. Paychaklarning baholash nima keyin ayrim yana so'zlab berman. Bundaq paychaklarmi bu qurilmangizda bo'lishi shunday muhim. Ham kelgusida mustaq yaxshi o'sishlar bo'lib qolsa, qurilmangizni biroqlam yaxshi qo'yadigan paychaklar mushlar bo'lib qoldi. Chunki bularning ichida balkim 10 nassa, 20 nassa o'sib ketgan mushtar paychaklar bo'lib qoldi. Andan keyin qolgan qismini, ya'ni 10% dan 15% yerini cho'qim naqd pul qilib saqlab qo'ying. Bu naqd pul saqlash nihoyat muhim. Ham shu qurilmangiz tushib ketgan vaqtlarda, yoki paychaklar tushib ketgan vaqtida, shu paychaklarni tuban bahada ilovalashingizga shunday foyda qilib bo'ldi. Ammo shunday qurilmangiz bo'lsa, andan keyin nurg'un xatarlarni yeyalaydi. Yilga 10% dan kirim qila olsangizmi, uzun yilga borgan chog'da nurg'un pul bo'ldi. Meniki nishonim amalda 20% lar atrofida, 15% bo'lsa shunday yaxshi bo'ldi. Masalan, shu Warren Buffettniki hozirgacha 60 necha yilningki tafovati o'ttirchi hisobda 24%. Amaliyotda shunday chiq nurg'un odam 24% lik qilolmaydi. Bundan ham nurg'un mablag' soluvchilar buni yaratmaydi ekan. Men boshida dedim, mablag' solishniki eng yuqori pallasi shu deb. Chunki nima uchun unday deyman degan chog'da, siz agar mushtaq xatarlarni hammasini kontrol qila olgan vaqtingizda, sizningki mablag' solgan pulingiz qancha jiq bo'lsa, hammasini qo'rqmay mablag' sola olasiz. Lekin buni cho'qim har bir shirkatlaringizni 10 yillikdan qarab turib olasiz. Hargizmi 1-2 yillik yoki 1-2 kunlik emas. Bu 1-2 kunlik, 1 oylik bo'lsa, hargizmi mablag' solish demaymiz, investment demaymiz. Uni trading deymiz, ya'ni savdolashish deymiz. Shunga bu mablag' solish bilan savdolashish o'xshamaydi. Cho'qim to'g'ri ko'z qarash bo'lish kerak. Lekin shu mablag' solgan vaqtingizda, butun hamma pulingizni sola olgan vaqtingizda, u rasmiy sizning texnikangiz, ham ko'z qarashlaringiz, nazariyalaringizmi bir yerga yetganligini ko'rsatadi. Chunki siz davolg'usi shunday cho'ng narsalarni necha ming % o'simi ozroqlam pulni sola olsangiz, uningki ham tavakkuzchiligi bor, ham necha ming % kirim qilsangizmi, cho'ng pulni hammasini silib turib 10% kirim qilganlarga yetolmaysiz. Masalan, siz o'zingiz $1000 mablag' silib 1000% kirim qilsangiz, u pulingiz $10,000 bo'ldi. Lekin siz pulingiz jiqargandan keyin 1 millionni mablag' silib 10% kirim qilsangiz, 10% $100,000 bo'ldi. Sizningki mau tavakkul qilib topgan $10,000 yana 1000% jiq degan gap. Shunga bu mablag' solishniki eng yuqori pallasi. Kapitalizmda nimda hamma odamlar shunda asosda hammasi boy bo'lib ketadi. Buningdan keyin shu masalan millennialslar deymiz. Bular yana 10-20 yillargacha texmi boy bo'lib ketadi. Chunki bular mablag' solishlarni texmi tushunib ketdi. Shunga bizmi hargizmi kaynimizni qammayli, cho'qim to'g'ri tushunaylik. Masalan, men bundaqmi deb beray. Biz unda uy olamiz yoki uy setib olamiz. Uylarni setilishmi u bir xil mablag' solish. Lekin biz uyni setib oliblam, bugun bahasi mancha pul bo'lib qopti, atligi bahasi yana o'rlabdi, o'g'illik yana uchib ketibdi deb uni qarab yurmaymiz. Uyni olgandan keyin 5-10 yil degandek o'ttiramiz, anaki sotimiz kelsa, shu chaq sotamiz, u chaqda bahasi shundoq yuqori o'rlaydi. Shundan o'zimiz hayron qilamiz. Shuningga o'xshash. Shuningga bu mablag' solishda paychaklarda sal-pal xatarlik, baholari shunday cho'ng o'zgarib turdi. Uningga hargizmi parvo qilmang. Paychakniki baholarga parvo qilmang. Lekin shu parvo qilmasligingiz uchun qanday shirkatlarni tanlaysiz? Eng sifatlik, eng yaxshi, bexatar bundaq shirkatlarni tanlaysiz. Baholarimi undaq bek yuqori emas degandek o'zingizni xotirjam qila oladigan, kechdim yaxshi uxlay oladigan bundaq paychaklarni tanlaysiz. Shunda siz butun mablag'ingizning hammasini 1 million, hasta necha million qilib sola olasiz. Yana bir xilmi deb beray. Masalan, bu mablag' solish amaliyotda bir savdoga boshqalar bilan teng sheriklashish. Bu sheriklashishda balkim necha 100 ming odam teng sheriklashadi. Siz faqat 1-2 biletni ola olasiz, yo bo'lmasa 10 tal biletni ola olasiz. Bu sizningki
bir savdongizga kirdi. Lekin hamma odam tang buningga tang sheriklashgachga, ba'zilari bugun setib, yana birsiga setib berib, chiqib kirib qilg'achqa, uniki bog'ninki davolg'isi shunda cho'ng bo'ldi. Amaliyotda o'ziniki qimmatiga ta'sir qilmaydi. Uningda xatari sal-pal cho'ng bo'ldi, uningga diqqat qilish kerak. Lekin agar siz o'zingizning biroz savdolari bo'lsa yoki ochgan bo'lsangiz, yoki restoran ochgan bo'lsangizmi, u savdolaringizning bazısının davalgılarımı künde oxşamaydı, künde özgürüp durdu. Belki bir pul pahalılığı buldu, ya bo'lmasa energiyalarning pulları üsüp gitti, başka mahsulotlarning bağları üsüp ketgachga, bu savdongizga ta'sir yetishi mumkin. Ya bo'lmasa viruslar bo'lib, sizga tamoq yegil qilgan odamlar ozlab ketadigan bo'lishi mumkin. Shularmi amaliyotda sizning savdongizning bahosini biroqlam yerim qilib tushirib yetishi mumkin. Lekin siz bularga qaramaysiz. Mushunga o'xshash yaxshi sifatli shirkatlarni setib olgandan keyin uningga qaramasangiz bo'ldi. Ananikin mustaq mablag' sala olgan vaqtingizda 5-dagi yillarda unda cho'ng ta'sir qilmaydi, lekin keyingi borgan siri shundaq cho'ng, kuchli ta'sir qildi. Buni power of compounding deymiz. Ya'ni Warren Buffett bir umr mablag' soldi. Masalan, 80-yilda mablag' soldi. Ya'ni oldingi 40 yilda topgan puli, ham yosh vaqtida shunda tirishgan. Shu topgan puli, lekin butun hozirgi mablag'ining 1%. Keyingi 99%ni o'zi qiyirgan vaqtida, kuchi qolmagan vaqtida topgan. Ya'ni 52 yoshdan hozir 92 yoshgacha bo'lgan vaqtdagi 40 yilda 99% dan topgan. Bu qandoq bunda bo'ldi degan chaqda, masalan siz 10 ming dollarni mablag' soldingiz. Hozir 20% kirim qildingiz desak, birinchi yilda bu pulingiz 12 ming dollar bo'ldi. Aran 2 ming dollar topdingiz. Lekin bu 10 ming dollaringiz har 3,5 yilda bir hassa jiqlaydi. Ya'ni 20 ming dollar bo'ldi. 11 yil bo'lgan vaqtida 80 ming dollar bo'ldi. Ya'ni 8 hassa jiqlaydi. 11 yildan keyin 80 ming dollaringiz yilga 16 ming dollar topa oladi. 20%. Shuna qilib tepib kelsangiz, unda tapovat qilishmi unda oson emas. 30 yillik to'xtamay 20% dan kirim qilish unda oson emas. Lekin Warren Buffett 24% dan qildi 60 yillargacha. Shunaqa meniki tavsiyam mablag' silishni cho'qim birinchi bo'lib xatarni o'ylang. Andan keyin cho'qim xotirjam bo'lib, butun mablag'ingizni sala oladigan mushtaq sifatli paychaklarni teping. Diversification o'xshamaydigan sohalarga siling. Paychaklarga ham sanmang, uyga siling. 5% tak oltin map qo'ying, 5% tak kripto map qo'ying. O'xshamaydigan sohalarga silib turib, yaxshi mo'lcharlab bir umrlik mablag' siling. Unda bo'lsa, bugun men mishak so'zlab beray. Kelaksan ko'rishaylik. Allohga omonat.